Do'stlar, barchaga salom, sizlar bilan Azizxon va bugungi video roligimiz orqali juda ham ko'pchilik so'ragan pul ishlasa bo'ladigan dastur haqida gaplashamiz. Albatta hammaga foydali bo'ladi, shuning uchun videoga like bosing va obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, shunaqangi chiroyli video roliklarni o'tkazib yubormaysizlar. Albatta bu videoni do'stlaringizga ham yuborib qo'ysangiz, juda ham ular xursand bo'lishadi o'rtoqlar. Xullas, ko'p kuttirmasdan video roligimni boshladim. Barchaga yoqimli tomosha, prosta tak videoni mazza qilib oxirigacha tomosha qilamiz. Juda ham sizga manfaatli bo'ladi. Qani, ketdik do'stlar. Xo'p, pul topsa bo'ladigan ajoyib dasturlardan biri bu Speak Out dasturi o'rtoqlar. Xullas, bu dasturni qanday yuklab olasizlar? App Store yoki Play Marketga kirib, shunchaki Speak Out'ni kiritsangiz dastur chiqib keladi. Ana ko'rib turganingizdek dastur chiqib keldi va dasturda o'zingizda iPhone yoki Samsung farqi yo'q, Redmi'ga o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda Apple bo'ladigan bo'lsa, iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store. Sizda Android, Redmi, Samsung shunga o'xshash telefonlar bo'ladigan bo'lsa, Play Marketda bemalol chiqadi. Ya'ni Speak Out'ni kiritasiz. Xullas, bu programmani o'rnatganingizdan so'ng bu yerda til tanlaysiz. Ya'ni o'zbek tili, ingliz tili, rus tili farqi yo'q. O'shani o'zingizga qulay bo'lganini tanlab, telefon raqamingizni kiritasiz. Telefon raqam kiritgandan kod keladi, kodni kiritib va qaysi viloyatdansiz, yoshingiz nechida hammasini kiritishingiz kerak bo'ladi. Xullas, uni kiritganingizdan so'ng sizga turli xil savollar beriladi. Ya'ni savollar bo'limi bor va u yerda necha pulli savollar borligi o'zi ko'rsatilgan summasi. Va ana shu savollarga to'g'ri javob berib, o'zingiz fikringizni bildirib, yaxshigina pul topsangiz bo'ladi. Bu degani sizda har kuni pul bo'ladi. Xullas, bu dastur haqida fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam, bu dastur sizga 100% pullaringizni to'lab beradi. Va unaqa juda ham dahshat summa to'lamasa ham, lekin kuniga 20 ming, 30 ming, 50 ming ishlash menimcha bu normal holatni bilaman. Ya'ni bu yerda qanaqadir ish qilib, mehnat qilmaysiz, prosta tak savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Lekin yanada ko'proq pul ishlamoqchiman men. Bu pul menga yetmaydi degan bo'lsanglar, buni ham ilojisi bor. Ya'ni siz alohida do'stlarni taklif qilish bo'limi bor. U yerdan sizga alohida silka beriladi. Silkani ustiga bosib, kopirovat qilib do'stlaringizga yuborasiz. Va ana shu silkani bosib do'stlaringiz prilojeniyani yuklab oladigan bo'lsa, siz orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, sizga yaxshigina pul to'lashadi. Xullas, bu programmada Speak Out dasturida har hafta aksiya bo'ladi. Ya'ni top 10 ta odam tanlab olinib, u yerdan yaxshigina sizga pul to'lashadi. Ya'ni bu aksiyada qatnashish uchun 10 ta do'stingizni shu dasturga taklif qilishingiz kerak. Ya'ni o'zingizda referral havolangiz orqali va bu pullaringizni siz istalgan kartangizga bemalol chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, dastur prosta olov, barchaga tavsiya qilaman, bemalol sketchat qilib, yuklab olib, pul ishlashlaring mumkin bo'ladi. App Store yoki Play Marketda shunchaki Speak Out deb kiritasiz, chiqadi, ustanovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz topa olmaydigan bo'lsangiz, opisaniyada va kommentariyada silka turibdi. Silkani ustiga bosib, bemalol xohlagan smartfoningizga, Windowsga, iPhone'ga, Samsungga, Androidga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Albatta, video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va mana shu videoni maksimalli do'stlaringizga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin va fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Sizlar bilan Azizxon bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.